Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Xayrli tong. Salom. Qizlar qaranglar, oyim menga nima tikib berdilar? Chiroyli ekan. Zo'ra. Mana oyimga aytsam bo'lar ekan. To'g'ri, aytib ko'r. Mana bu quyonchani ko'ryapsizlarmi? Buni oyim bilan birga qildik. Qoyil. Play Marketdagi Anibla.uz ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Anibla.uz taqdim etadi. Bossning qizi va uning enagasi. Kirishimasan. Uni joylashga meni majbur qilmang. Bu taxta atrofida aylanish yo'qtirmayman. Bu laqo. Tan olishini xohlab turibsan-ku. Ammo his qilaman. Hozir aniq kallasi uchib ketadi. Bas qiling, iltimos. Bu endi kimnidir urish shart emas. Gapni qisqartirib ishingni qil. Bo'l. Mumkinmi? Nima? Xo'sh. Sizni boss chaqiryapti. Keyingi hafta Miyukini ko'rgani boramiz. Lekin bitta muammo bor. Qanaqa ekan? Shu kunlarda shifoxona hududida ba'zi churvaqalar ish ko'rsatishdi. Tasavvur qilyapsanmi? Ular xohlagan ishini Sakuragini nomidan qilishyapti. Ularni qiladigan boshqa ishi yo'qmi? Bu ishni faqatgina kalta vahimlardan kutish mumkin. Keyin ular o'zini Kirishima va Sugiharamiz deyishyapti. Nima? Faqat shuni o'zi yetmay turadi. Bu sirlarga vaqt sarflashni xohlamayman. Lekin ular kamiga bizning guruhimizga dog' tushirishyapti. Nimani nazarda tutayotganimni bilasizlarmi? Albatta. Sakuragi Gumidagi Kirishima va Sugihara? Ha, ular tabiiy ofatku. Barni ag'dar-to'ntar qilib, 7 kishilar ovqat yeb ketishadi. Iploslar. Kirishima? U haqiqiy hayvon. Hatto bir marta tegajonlik ham qilgandi. Sugihara ham menga tegajonlik qildi. Sugihara-san, bu kelgandilar hududimizda ancha tanilib ketibdi. Aytishlaricha ular qandaydir to'da bilan tanishmish. Tushundim. Kirishima-san, aftidan kimdir bu bolalardan bizani yomon ko'rsatishni so'ragan. Menga nisbatan adovatlari bor shekilli. Ko'pchilikni dilini og'ritgan ko'rinaman. Mayli, tezroq nusxalarimizni topib hammasini tinchitish kerak. Gaplaringiz hazillashyapsizmi yoki yo'qmi farqlab bo'lmaydi. Yolg'izmisan? Ha. Tushunarli. Senga bir narsa olib qo'ygan edim. Bu yerda yo'q do'konning o'zi bormi? Menimcha ancha vaqt kerak. Kelgandilarni qidiruvni chetga surishga to'g'ri keladi.
Hech qisi yo'q. To'xtang, xonim. Axir bu har yili boradigan feerverkli festival-ku. Etchi, Kirishima, sen shu kuni bandmasmisan? Kichkina xonim mana taklif qilyaptimi? Yo'q. Istasangiz birga boramiz. Bizani kichkina xonim taklif qildi axir. Bo'lsa jahli chiqadi deb o'ylamayman. Shunchaki qidirishdan charchagansiz. Kichkina xonim, balki biror narsa istirsiz. Ona, Momiqqina quyonchanimi? ha, quyonchani. Bir og'iz so'zingiz. Hozir u sizniki bo'ladi. Quyoncha, Eplamasang peshaningda teshik bilan yurasan. Omad, sizga xira. Tushunib bo'lmaydi, bu hazilmi yo yo'qmi? Jinursan, bu o'yinchoq. Yaxshigina katta ekan. Balki 3 marta ketma-ket otsam yiqilarmikan? Joyidan qimillagani ham yo'q. Bu qanaqa tomosha? Narigi dunyoga shoshilyapsanmi? Hech qayoqqa shoshilmayapman. O'zingiz ham yiqitib ko'rsangchi, Kirishima. O'sar, o'lsang ham uni yiqita olmaysan. Bu o'yinchoq joyiga mustahkam o'rnashib olgan. Sallani pullaringni shilaman. Nima? Voy, to'xta, yetar. Bu nima qilganing? Hoy bola, vijdoning bormi? Kechirasiz. Nishonga olish qiyin bo'pti. Aqldan ozdingmi? Bundoq hazillarni tegizil, shuning uchun ol. Bilagidagi qora zanjir tatuirovkasi. San, o'shamisan? Orqaga yiqilganingda deyarli hamma o'yinchoqlar ham yerga quladi. Quyoncha esa o'tga yopishib qolgan cho'g'i. Yo'q, undoq emas. bu quyoncha. Menga qara odamchi. Hududimizda isqirtishlar qiladigan bo'lsa, qattiq afsuslanasiz. Ajoyib! Chiroyli. Bo'tga yana kelamizmi? Albatta. Keling, keyingi yil ham uchalamiz, shouga kelamiz. Nima gap, Takeuchi? Tushundim. Kirishima. Mana uyga ham keldik, kichkina xonim. Kechirasiz. Men hozir kelaman. Xonim, tezroq joyingizga o'ting. Qani tezroq ichishga nimadir olib kellaring-ku. Shovqin qilmang. Qolgan mehmonlarni bezovta qilyapsiz. Biz esa Kuragi Gumidagi Kirishima va Sugiharamiz. Hali ham yetib kelmadimi deyman. Bu yo'lni daddalasini chiqarib tashlaymiz. Yo'q. Sakuragi klanidan Kirishima-sanmisan? Hey, kimsan? Ko'z o'yni.
Qizig'i shundaki, men ham Sakuragi klaniga kirishimman. Tashqarida gaplashib olamizmi? Albatta. Mayli, bir yaxshilik qiling. Bu laqqa oxirigacha ich. Yut. Bolakay, yaxshiyam meni rolimni olgan ekansan. Kerak emas, rahim qiling. Boshqa bundoq qilmayman. Iblis. Qiziq. Kichkina xonim uxladilarmi-ki? Kirishimi? Kirishimi, sal yumshoqroq bo'ling, bo'lmasa yana tushunmadim. Bola qani? Yig'lab uyga ketvordi. Nima? Uni qo'yib yubordingizmi? Buni tushunish qiyin. Ruxsat bering. Boss, biz ishni hal qildik. Ha? Kichkina xonim, Kelishini kutayotganda. nimaga? Unga qaytib kelaman deb va'da bergan ekansan. Ha, shunaqami? Kichkina xonimni hayotiga kirib borgach, u ham hayotimga kirayotganini his qilaman. Kichkina xonim, uyga qaytdim. Oxirgi marta qachon va'da berganimni ham eslolmayman. Oldinda seni yaxshi narsalar kutayotganini bilish juda yoqimli. Mana qaranglar, mana aplikatsiya tikib berishlarini so'radim. Juda chiroyli ekan. Xonim, biror gap bo'ldimi? Balki bu narsa bezovta qilayotgandir. Kirishimi, shokoladni yoqtirasanmi? Shokolad? Boshida pechenyelarni yemaganing uchun shokolad senga yoqmaydi deb o'yladim. Lekin hozir yeb ko'rding. Balki eng mazalisini oxirga qoldirgandirsan. Mutlaqo haqsiz. O'zim ham sezmagan ekanman. Demak, kirishimi? Yaxshi ko'rgan narsasini oxirgi navbatda yeydi. Sen oying qanaqa odam? Ha, shunaqa. Ular mehribon bo'lgan. Xonim? Kirishimi? Pechenyelar yoqdimi? Ha? Ha, juda ham. Yo'q, Miyuki haqida qayg'uryapti deb o'ylaysanmi? U buni ochiqchasiga aytmadi-yu. Lekin gaplaridan shunga o'xshaydi. Kichkina xonim, oyisi qanday ahvoldaligini ko'rganmi? Yo'q, 3 yoshga to'lgunigacha u bilan shifoxonaga borgandi. Oyim, bugun yana uyg'onmadilar. Doim uxlaydilar. Nimaga oda? Nimaga uxlayveradilar? Yo'q, Miyukini shu ahvolda ko'rib, yig'lab oldi. Shuning uchun ham uni o'zim bilan olib ketishni xohlamayman. Eslashim bo'yicha shundan keyin kichkina xonimni Kanamiga bergansiz. Ha, Inninga rafiqangizni ko'rmoqchi bormoqchi edingiz, to'g'rimi? Xonimni ham olasizmi? u anchagina katta bo'lib qolgan har holda. Lekin Miyukini ahvoli hali ham o'sha. Mayli, borib ko'rsin-chi. Yo'q. Xonim,
Uxlamayman. Shifoxonaga bormayman. Chunki uyg'onmaydigan ona. Faqat uxlaydigan ona. Men uchun begona. Xonim, Bos, mendan xavotir olma. Rafiqamni holatini deb yayga azoblanishini xohlamayman. Oxir oqibat yana jin ursin. xonim, Bormayman. Adam har doim oyimga qaraganda xafa bo'ladi. Oyim esa uyg'ongisi kelmayapti. xonim. Ozgina gaplashishga yo'dimizmi? Sizni juda ham yaxshi ko'radigan odam haqida. Onangiz haqida. Oyim meni yomon ko'radilar. Uni chaqirdim, qo'lidan ushladim. U esa javob qaytarmadi. Qo'limdan ushamadi. Shunga u meni oyim emas. Xonim. Bilsangiz kerak. Otangiz mehribon inson, yana u juda ham kuchli. Sizni onangiz esa undan ham kuchli va mehribonroq. Bunaqa juftlik tog'ni ham talqon qila oladi. Har qanaqa qiyinchilikni oson yengishgan. Shuning uchun Xudoyim onangizga og'ir sinov yukladi. Bu juda ham og'ir sinov, og'riqli va qayg'uli. Bu sinovdan qutulish yagona yo'li Xudoning yoniga borishga rozi bo'lish. Lekin onangiz bunga qarshi botdi. Nimagaligini bilasizmi, xonim? Chunki u sizni butun vujudi bilan yaxshi ko'radi. Qanchalik og'riqli bo'lmasin, uyg'onmasligi mumkinligini bilsa ham, onangiz bir lahza ham ikkilanmadi. Xonim, u siz bilan birga yashashni juda ham xohladi. Shuning uchun Xudoning sinoviga sabr qilyapti. Hatto hozir uni kurashi uyqusida davom etyapti. Shu sabab sizdan iltimos, uni borib qo'llab-quvvatlab turing. Qilolmayman. Kelishiman. Men oyim bor kuchi bilan harakat qilyapti. Men esa u haqida yomon gapirdim. Hech qisi yo'q. Agar uni ko'rgani borsangiz, sizni shu zahoti kechiradi. Yana juda ham xursand bo'ladi. Rostdanmi? Albatta. Biza bilan yuring. Adajon, meni kechiring. Xohlayman, juda xohlayman. Oyimni ko'rmoqchiman. Uni oldiga ko'p marta bormoqchiman. Kechirim so'ramoqchiman. Chunki men Yayka. Sen kulganingda oyingga juda ham o'xshab ketasan. Biz oying bilan baxtli bo'lishimiz uchun yonimizda bo'lishing o'zi yetarli. Onang seni qanday katta bo'lganingni ko'rsa edi. To'g'ri. Yayka bilan Kazuhikoga ko'z quloq bo'lgan. Chunki ikkalasi ham yolg'izlikdan qo'rqishadi. Xonim, xavotir olmang. Onangiz juda ham kuchli inson. Hali o'z osiydigini o'qisasanmi? Qanday qilib tinchlaning? Mayli. Xayrli tong, kichkina xonim.
Kirishima, nimaga bunchalik mehribonsan? Ha? Nimaga hayron bo'lyapsan? Shunchaki mani birinchi marta mehribon deyishyapti. Yolg'on. Bu birinchi marta ekaniga ishonmayman. Gapim rost. Unda seni odatda kim deb atashadi? Iblis deyishadi, menimcha. Iblis? Shunaqa deb hammaga yomonlik qiladigan yomon bolalarni aytishadi. Qarang qanaqa yomonligimni. Nimaga meni aldayapsan? Ha? Kirishima, mani darsimga bording. Yana odamga rasmimni berishimga yordam berding. Feerverklayam, oxirgi narsayam. Kirishima, men uchun hamisha yaxshi ishlar qilyapsan. Qani edi manam? Kirishimaga o'xshab mehribon inson bo'lsam-edi. Senga o'xshamoqchiman. Xayolingizga ham keltirmang, kichkina xonim. Nimaga kulyapsan? Ha, kechirasiz. Agar meni yo'limdan yursiz, bo'z infarkt bo'lib qoladi. Xafa bo'lmang. Kichkina xonim, men nima bo'lman? Siz mendan ham yaxshiroq va kuchliroq bo'lasiz. Ha! Hayratlanarli. Bugun u bilan qancha suhbat qurdi-ya? Rostdan ham. Men faqat o'z vazifamni bajaryapman deb o'ylagandim.